Assalomu alaykum jigarlar. Mana ikkinchi gazolog seximizdan video qilyapmiz. Mana semenlarimiz original toza semenlardan ishlatamiz. Gazolog seximizda g'ishtlarimiz tayyor bo'lib chiqib turibdi. Yangi quygan g'ishtlarimiz bu. Kimga nechta qanaqa razmerda kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar jigarlar. Butun vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. Dastavkasi ichida. Kimga nechta qanaqa razmer bo'lsa aloqaga chiqarasizlar jigarlar. Mana tashqarida hozir ko'rsataman, jangillab qarsillab turibdi g'ishtlarimiz. Mana jigarlar, bu yangi chiqqan g'ishtlarimiz. Orqasida mana jangillab yotibdi g'ishtlar. Kimga nechta kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Mana quruq g'isht, sifatli g'isht kimga kerak bo'lsa 24 ga 7 aloqadamiz. Mana ikkita seximiz bor. Bittasi ana parning ichida, bittasi bu yerda. Xudo xolasa g'ishtlarni uzaytirib qo'ymaydi. Mana bu tarafda jangillab g'ishtlarimiz. Kimga nechta kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bu yangi g'ishtlarimiz. Mana turibdi. Bular ham xudo xolasa yotirib qo'ymaydigan chiroyli sifatli g'ishtlar. Kimga nechta kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar jigarlar. Bongoyimiz xizmatda.